Bunaqa yopishtirish xato. Hali ham quyuq bo'lishi kerak. Iloji boricha ingichkaroq. Tilla ko'paymasligi kerak. Ko'payib qolsa agar buni keyin kamaytirish iloji yo'q. Tekis yopishtirib kamida yarim soat qoldirasiz, qoqmasdan to'qartirib beramiz. Tillamiz Gusta Manetti umuman qoraymaydi. Yillar davomida bir xilligini yo'qotmaydi. Kleyni, Xitoyning kleyini ishlatamiz. Sabzi rang unitet kolorini qo'shamiz. Birga bir suv qo'shamiz. Ortib qolgan patalamizni supurib olamiz va bitta idishga jamlab olamiz. Video davomida ozgina mazlam qo'shib qo'yamiz. Tilla patal haqidagi qisqagina master klassimiz sizga yoqqan bo'lsa, like va kommentariyni bosasiz. Keyingi video nima haqida master klass qilishimizni kommentariyada yozib qoldirsangiz, albatta qo'ldan kelguncha video qilamiz. Salomat bo'lasiz.